O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 16, 17, 18 aprel kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 16, 17 aprel kuni kechasi 12-17 daraja, kunduzi 21-26 daraja, 18 aprel kuni kechasi 10-15 daraja, kunduzi 16-21 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li va tog' oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. 17-18 aprel kuni ayrim joylarda kuchli yomg'ir bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 16-17 aprelda 5-10 daraja, 18 aprelda 3-8 daraja issiq. Kunduzi 16 aprelda 12-17 daraja, 17 aprelda 10-15 daraja, 18 aprelda 8-13 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.